Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi mebelimizni Samarqand viloyati sayohatga o'rnatib oldik. Mebelimiz rossiyskiy laminatdan mokriy svetda bo'ldi. Ko'rib baho berasizlar. Hop, mebelimiz общий 420 joyga G holatda yasab berdik. Mebelimizga keladigan bo'lsak, hop 7,8 million so'mga yasab berdik. 7,8 million so'mning ichida moykasi, semistitili, shkafini ochganda shu shulkasi ichida bo'ldi. Eshiklar vakuum, o'zini o'zi yopadi. Hamro'ga tortmalarni qo'yib berdik. Vakuum eshiklar ham 3 ta tortma qo'yib berganmiz. İçlari ham chuqur yasab berganmiz. Hop. Mana bir bonusga qo'shib bergan narsamiz mana musor paqilini qo'shib berdik. Stolning ustida rossiyskiy stolishniца 10 yil garantiyasi bor. Xudo xolasa issiqqa, sovuqqa, suvga chidamlik. Ko'rib baho berasizlar. Kimga shunday mebellar keladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.